Ayetler yazılgan görünüşlerini ve zıbızınnet buyumlarını tamlarga yoki maşınlarga esishga bo'lamdi. Ayetlerini shundaqla Alloh taolaning ismini yozib tamlarga esish hozirgi zaman olimlari o'xshashmagan qarashlari bo'lgan masala bo'lib, ba'zilar bu ishni makruh deb qaraydi. Ya'ni ba'zilar bid'at deb qaraydi. Yana ba'zilar joiz deb qaraydi. Demak, bu masala ixtilofiy masala bo'lganligi uchun bu ishda kengchilik bor. Islomning dastlabki davrlarida Arablarning oddiy sodda jamiyatida bu xildagi ramkalarni esish odati bo'lmagan. Keyincha rasm yoki ba'zi husn xatlarni tamg'a esish odatlari shakllangan. Hozirgi amaliy ahvolga qaraydigan bo'lsak, butun dunyo miqyosi bo'yicha tamlarga rasm yoki husn xatlarni esish umumlashgan bir odat. Yaqindan buyon mashinlarga esish umumlashyotir. Masalaning mohiyatini nazarga olganimizda, tamg'a esilgan rasm yoki husn xat mazmuni ma'lum jihatda bir elda yashayotgan kishining kimligini, qimmat qarashini, e'tiqodini va kelgusiga qarata intilishini ifodalab beradigan belgiga aylanib qoldi. Va shu asosda her millet özünün e'tiqodi, tarixi ve an'anasiga mos narsalarni asılgan bo'ldi. Yuqorqilarga asosan biz bu yerda bu ko'z qarashlar ichidagi eng kuchli hisoblanadigan joiz deyilgan ko'z qarashni kuchlantirib o'tamiz. Oyatlar yozilgan ko'z qarashlarni va zibuzunnat buyumlarini taomlarga esish odatdagi islom allariga nisbatan joiz degan qarash muvofiq bo'lsa-mu, biz Uyg'ur musulmonlarga nisbatan buni mustahab ham foydali ish deyishga bo'ladi. Chunki biz boshqa millatlar bilan birga yashaymiz. Bizakchilikda, yurish turishimizda, ayamlarimizda shundaqla ayrılib turish mumkin bo'lgan har sohada biz ayrim o'zgacha musulmonlarga xos an'ana puroq bilan kimligimizni ifodalab turishimiz lozim. Yuqoriqilarga asosan oyatlarni shundaqla Alloh taolaning ismlarini yozib tamlarga esish bid'at hisoblanmaydi. Bu Allohning so'zini va ismini ulug'lash shundaqla asrtish hisoblanadi. Yani bir tarafdan bu islom tashviqoti, islom shuari ham islom belgisidir. Bulupmu yat milletler arasında yaşaydigan musulmonlarga nisbatan aytganda o'z kimligining nishonisidir. Shundaqla bu ish islom buyurgan birer ko'rsatmaga zid kelmaydi. Oyatlarni qog'oz, tom yoki boshqa narsalarga yozish, o'qish va asrtish buyurilgan ish bid'at hisoblanmaydi. Demak, oyatlarni esish qatorliq bu turli ishlarda musulmonlarning manfaati ko'zda tutilgan bo'lib, tamlarga oyat esish ishlari diniy mohiyatdan eshib odat doirasiga kirdi. Undaq bo'lgan ekan, buni bid'at deyishga bo'lmaydi. Albatta diqqat qiladigan nuqta shuki, oyatlarni xorlaydigan shaklda esishga, dastildigan gilam va palaslarga yezib, uylarga silishga, yostiq, yotgan ko'rpalarga yezishga bo'lmaydi. Chunki bu behurmatlikka ilib boradi. Bundaq ahvolning shaksiz cheklanganligi haqida hech kim ixtilof qilmaydi. Bu nuqtadan ta'kidlaydiganimiz shuki, musulmonlarning kimligini va o'zgachiligini saqlab qolishga foydasi bo'ladigan odat ishlar bid'at bo'lmay, balki mustahab bo'ladi. Her bir ishqa bid'at deb hukm chiqarishga aldiraydiganlar mana shunday ahvollarda atrofliq izlanib qaror chiqarishi, ibodat bilan odatni ayirishi, nazariyaga qaramay yashayotgan muhitga, musulmonlar duch kelayotgan xiraslarga ko'ra ish ko'rishi hamda musulmonlarning kimligini saqlab qolishining zarurligi qatorliqlarini ko'zda tutishi lozim. Chunki fatvo berishda yashayotgan muhitni chiqish qilish fatvo chiqarishning asosli shartlarining biridir. Vallohu a'lam.